Surxondaryo viloyati Uzun tumani Obod yurt mahallasi mana aka selgani girdi. Mana aka musorlar. Bu toza hudud ishlamaganligi sababli fuqarolar mana shu yerga musorlarni olib kelib tashlayapti mana aka. Bu murojaatimiz Surxondaryo Sog'liqni saqlash vazirligiga ham. Bu hammasi kanalga tushyapti musorlar. Kanalga tushgan shuni o'qib borib Qoratog' daryosiga tushadi. Qoratog' daryosidan Surxon suv omoriga boradi. Surxon suv omoridan ve Surxondaryo aholisi suv ichadi undan. Kasallik hammasi shundan kelib chiqadi. Mana mana ekologiya bosh vaziriga ham bu tegishli. Mana ekologiya buzilish qayerdan kelib chiqyapti Surxondaryoda. Mana shunga tegishli bir chora ko'rishlaringizni so'raymiz. Kim ko'rsa mana shuni videoni like bosib tarqatingizlarki ko'rishsin. Fuqarolar qanday qiynalib yashayapti. Surxondaryo viloyati Uzun tuman Obod yurt mahallasi. Mana shu yerdagi fuqarolar ko'pi mana shu yo'ldan qatnaydi. Lekin asfalt yo'l qilingan, naryoqda asfalt yo'li bor. Lekin barcha chaqalar mana yaqinroq deb maktabga yoki ko'chaga bir bozorga chiqishda mana shu yo'ldan yuradi. Daydi kuchuklar ham ko'p. Musul ko'pligidan daydi kuchuklar bor bu yerda.